Sevimli dostlar, yaxshimisilar? Ben dostlar Zübeyde Dursun. Bugün biz hayat cheklik, kim bilan birga o'tish rostila bek muhim degan tema haqida his tuyg'ularimizda o'rtoqlashaylik. Odam bu dunyoga kelgan ekan, yaxshi ko'radigan odamlarni uchratib qolmasdan, yana o'zi yaxshi ko'rmaydigan odamlarni uchratadi. Ba'zi kishilar bilan aloqa qilganda bek charchab ketgan bo'lsangiz, undaq odamlar bilan davomli aloqa qilmang. Yosh qancha cho'ng bo'lgan sari nurg'ulg'an ishlar beshimizdan o'tar ekan. Shundaqla muvofiq bir odam yo'liqishning naqadar baxt ekanligini tushunib yetar ekanmiz. Mayli kim bilan birga bo'lishingizdan qat'iy nazar, qarshi tarafning egiz pastligi, urug'simizdagi mol dunyosi va orqa ko'rinishiga esir berishning hojati yo'q. Faqat o'zingizga mos keladigan bo'lsa, undaq odamni osonlikcha qo'ldan berib qo'ymang. Chunki hayot cheklik, keyingi umrimizda kim bilan birga o'tishimiz haqiqatan bek muhim do'stim. Yashash jarayonida sizni bek charchatadigan odamlardan jiroq turing. Turmushdan sizni texnik yaxshi qila oladigan odam bilan birga bo'lishingiz albatta intayin muhim. Hayotda bir-birining texnik yaxshi bo'lib o'zgarishiga yordam qila oladigan odam bilan birga o'tish texnik muhim. Aktiv energiyangizning qarshi tarafning passiv energiyasi oldida ojiz ekanligini tunib yetgan vaqtingizda oldi bilan passiv energiyadan yiroq turishni o'rganib olishingiz lozim. Turmushda yana shaxsiyatchi odamlardan, ichtar odamlardan yiroq turing. Hamma yerda, hamma ishda ichtarlik qilib yuradigan odam odatda haqiqatan shaxsiyatchi keladi. Siz uningga bir tal kempit bersangiz, u kempitni balkim zaharli kempit deb gumon qilishi mumkin. Siz uningga bir kunlik berib tursangiz, siz yomg'irda qolganda kunligingizni qaytarib bermasligi mumkin. Albatta bunday odamlar sizning hissiyotingizni va o'ylaringizni o'ylashmaydi. U faqat o'zining kayfiyatiga ko'ngil bo'ladi. Shunga bunday odamlar bilan birga yurib o'zingizni charchatib nima ish qilasiz? Turmush jarayonida vafodor odam bilan birga o'taylik. Haqiqiy vafodor odam cho'qim mas'uliyatning nimaligini obdan tushunadi. Tafakkur qilishni, qadrlashni va minnatdorlik bildirishni obdan biladi. Uningdan boshqa yana ota-onasiga vafodor odamlar bilan birga o'taylik. Hammamizga ma'lum, ota-ona bizga hayotlik ato qilgan odamlar. Agar bir odam ota-onasiga vafodor bo'lmasa, ota-onasini hurmatlashni bilmasa, boshqalarga qanday muomala qiladi? Bularni o'ylab ko'rishimiz lozim. Uningdan boshqa yana gapingiz bir yerdan chiqadigan odam bilan birga o'tishni aytimi muhim do'stim. Odatda gapi bir yerdan chiqadigan bo'lish, kelisha oladigan bo'lish ikki odamning aloqasining asosi. Siz bilan gapi bir yerdan chiqadigan odam sizning qiziqishingizni va xushalligingizni tushunadi. Bunday odam bilan birga o'tsangiz, ondan kishilik hayotning xushalligini topa olasiz. Yana sizni qo'llaydigan va sizga ilhom bera oladigan odamlar bilan birga o'ting. Kishilik turmushdagi ba'zi qarmoqqa mangu ayrilmaydigandek ko'rinadigan munosabat amaliyotda eng oxirida qat'iy bodikallik qilishmaydigan munosabatga aylanib qoladi. Demak, kishilik aloqada sizning huzurlanishni biladigan, sizni qo'llaydigan odamlarni tepishingiz nihoyatda muhim. Chunki bunday odamlar siz xato qilgan chog'dami, hargiz sizni ayblamaydi, balki xatoliklaringizni to'g'ri tushunadi. Siz muvaffaqiyat qozongan vaqtingizda, u sizning qozongan muvaffaqiyatlaringizdan tang shodlanadi. Turmushda yana samimiy odamlar bilan birga o'ting. Hammamizga ma'lum, samimiy do'stlik va samimiy munosabat mavjud bo'lib turish ahamiyatiga ega bo'ladi. Samimiy odam sizning o'y fikringizga va istiqbolingizga ko'ngil bo'ladi. Samimiy odam bilan mayli qachonli do'st bo'lsangiz, menga kechikmaysiz. Turmushda yana birga bo'lsangiz rohat his qiladigan odamni toping. Birga bo'lsangiz rohat his qiladigan odam bilan birga o'tsangiz, ruhiy holatingiz intayin orom baxsh bo'lib qolmasdan, nimani xohlasangiz shuni qilasiz. Hatto ishqonlar bir yig'iz gaplashmasanglarmi, o'zinglarni shunchalik rohat his qilsizlar. Demak do'stim, o'xshash bo'lmagan odam bilan o'tsangiz, o'xshash bo'lmagan hayotga erishasiz. Turmushda sizning kim bilan birga o'tishingiz haqiqatan bek muhim. Hatto bu sizning o'sib yetilish yo'lingizni o'zgartib, kishilik hayotingizning muvaffaqiyatli bo'lishini yoki mag'lub bo'lishini belgilab qo'yishi mumkin.
Şoňa ahyrda süýümlik dostlarga diýdiganym şuki, dostlaryňyz köp bolmasa meýli, samimy bolsaly boldy. Aileňizdekilerniň bay-bay ýaşap bolyşy hajatsiz, inak ittifaq baxtly ösänlerle boldy. Söýgüniňizniň romantik bolyşy hajatsiz, sizge çin köňlüden küýüzli boldy. Barlyk dostlarymyzga baxtly turmuş ýar bolsun. Hayat ýolumyzga bizni çarçatmaýdygan, bizni süýdigan, bizge hakyky köňül böledigan, bizni baxtly kılalaydigan adamlar ýar bolsun. Men dostum Azubeyda Dursun. Hayır hoş dostlar.